Simpsonda man boshqa kiyimlarimni yuvmayman. Paketda punkovasi, ya ancha tushadi. Qaqash kerak. Kimingizni nimada yuvasiz, nimani hidi kelyapti, teri hidi kelyapti. Ko'pchilik tanishlar, do'kondagi mijozlar va qo'shnilarimizdan ko'p beradigan savoli, kimingizni nimada yuvasiz yoki nima atir sepasiz, kimingizdan juda ham yaxshi hid kelyapti deb so'rashadi. Buni hammasi Simpson parashoklarida, bularning hidlari juda ham nежный, bularni ishlatganingizdan keyin atir sepishingiz ham shart emas. Bularni bemalol atlasovga deysizlarmi, ro'mollarga deysizlarmi, qora rangli oq kiyimlarga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ranglarini yomon qilmaydi, juda ham saqlab, sochiqlaringizni ham yumshoq qilib beradi. Buni qaranglar. Gelni quyuqligini, hidlari ham juda ham zo'r. O'zimiz faqatgina shu Simpson gellarini ishlatamiz, shu ikki xilini ishlatamiz. Rozvisini ham hidi juda ham zo'r, juda ham tejamli parashok. Oilada bemalol yosh bolalarning kiyimiga ham, xo'jayiningizning kiyimiga ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Buni ham quyuqligi juda ham zo'r. Qaranglar qizlar. Undan tashqari xohlasanglar kapsulasini olib ishlatib ko'rsanglar ham bo'ladi. Hidlari juda ham zo'r. Tanlovda adashmaysizlar qizlar. Bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'rishinglarni tavsiya beraman.